Hop, mana qishlog'imga ham yetib keldim. Endi esa mana bu yerga mashinamni parkovka qilib qo'ysam, undan keyin tak boshqa pozdigan ishlarni qilsam bo'ladi. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men Shakirman yana videoga xush kelibsiz. Xullas kelam. Videoga kirishdan tezda like bosib, kanalga tezda obuna bo'lishni unutmanglar, bolalar. Nimaga bilasizlarmi? Nimaga bo'lasizlarmi? Bola bilmaysizlar. Ammo bola tezroq mintani olishlarni to'xtatib tashlashim kerak. Tak bola qaranglar, men xullas mana bunaqa Merscham bilan shahardan ham kelayotgan. Nimaga Mers? Nimaga Mers deganlar uchun bola san aqirib BMW fanat eding deganlar uchun da bola bilaman, men BMW fanatman, hali ham prosta bola Mersni bitta minib ko'ray deb arendaga olib bola minib keldim. Normal mashina ekan, lekin bola BMW ga yetmaydi-yu, mayli bola. Lekin BMW legenda albatta. Mayli bola, xullas endi borib uyingga borib, alaysanku bratchika, assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom bratan, yaxshimisiz? Yaxshi o'z qilib. Yaxshi-da. Bratan, shu mani uyim yetdi, mana mashinangiz bilan hamma narsangizni olib qo'ymaysizmi? Bratan, siz oldin nima bu yerda nima bo'layotganini bilib oling. Xo'sh, nima bo'lyapti? Qo'yat ko'ram bratan. Bugun qishlog'ingizda juda ham zo'r challenge bo'lmoqda. Ko'p qanaqa challenge? Musor tashish bo'yicha. Xullas kelam hozirda birinchi o'rinda. Oqbosh yetel. Oqboshdan ana uyda turadigan nima birinchi o'rinda. Xo'p, qanaqa nechta musor olib keldi? Xullas u hozirda sanab ko'raman, 12 ta musor olib kelibdi. Agar siz ondan yuta olsangiz, siz eng oxirgi bo'lasiz va mana bu mashinani yutib olasiz. Chill, nima? Yutuqqa mashinami? Juda ham yaxshi. Xo'p, qatnashga yetib ko'raman. Xo'p, uy bola tasavvur qilyapsizlarmi? Uy bola yutuq mashina. Bola, men qatnashmasam bo'lmaydi. Oqbosh yetel dedim. Bola xullas Osmon shaharga nimaga bordim bilasizmi? Mana bu narsalarni olish uchun, ya'ni bola uyimni remont qilish uchun bilasizda, oldin ko'chib kelgan paytimda bola uyimda ishim yo'q edi. Kimdir o'g'irlab ketgan. O'shaning uchun bola o'g'irlab ketmagan to'g'risi bola maniak kelib xullas bilasizlar, o'zlar ko'rgan biladi bu videoni. Xullas bola mana bunaqa uyim uchun narsalar oldim. Bo'ldi bola. Mana $2 qoldi. Bola $700 olib ketgandim. Bola $500 sarfladim. Bola oldinga notbugim o'zimni 100-qishloqqa olib kelishga to'g'ri keldi. Endi esa bola endi bu yerdan matigimni olib birinchi ishimni qilib olaman, undan keyin boshqa narsalar hayotimga aytaman bola bu gapni. Bratan, mayli hozir qatnashaman, undan oldin men pozim ishni qilay. Pozish menga ham yoqadi, men ham shug'ullanaman bu ish bilan. O'zi nechta biznesingiz bor? Mana hozirda 73 ta biznesim bor. Lekin oddiy odamga o'xshamayapti. Sababi bola bitta challenge uchun mashina qo'yapti. Yutuqqa bu degani bola bilasizmi, bu degani nima? Bu degani bola bu unaqa oddiygina pul yo'q odam emas bola, to'g'risini aytsam. Sababi bola o'sha qizg'anmasdan bola pulni prosta sarflab challenge uchun mashina tikyapti. Qaranglar bola, bu qancha turadigan mashina bilasizmi? Uyimni sotaversam bunaqa mashinaga emas kerak. Sababi bu Range Rover mashinasi bola. Normal ekan. Endi esa mana bularni hammasini yashab tozalab olamiz. Oppa. Va mana bularni ham oppa. Va bola ekib bularni xullas bola o'zimni sandig'imga solib qo'yaman endi. Bu sababi kechagina o'zim yerga topshirganman soliq sifatida. Endi bularni o'zimga olib qolaman. Hammasini to'plab beramiz baribir merga. Sababi bola bermasa bo'lmaydi bularni. Sababi merni o'zi bilan oladi va sotadi, o'zim sotadigan joylari bor. O'shanga sotib mer oylik beradi bilasizlar. Normal. Endi esa uyga borib bularni hammasini sandig'imga solib qo'yaman. Undan keyin esa bola nima qidirishga chiqaman bilasizmi? Musor qidirishga chiqaman. Bola to'g'risini aytsam, umrimda umuman musor qidirishga chiqaman deb hech o'ylab ko'rmagandim. Mayli bola. Lekin hozir men bitta narsa qilib ko'rmadim hali. Hali mana bu narsada o'tirib ko'rmadim bola. Bu bola yomon yumshoq ekan. Normal bola. Mazza o'tiraman endi. Deganda bola musor izlagich Krif xullas ishga chiqdi desa ham bo'ladi. Bo'ladi bola, mana instrumentlarni olib qo'yaman. Instrumentlar har ehtimolga qarshi. Xullas 12 tadan ko'p musor to'plashimiz kerak. Undan keyin biz ham mana bu mashinani yutib olamiz. Bola qaranglar. Brat menga tegmaydi. Bu biroz challenge narsasi. Xo'p brat, mayli, lekin juda ham zo'r mashina tikibsiz. Bola qaranglar. Vahshiy orqasidan qaranglar. Sizga bitta kadr berib bola orqasidan qaranglar. Ozgina ekranni yaqinlashtiramiz va mana bunaqa qilib turib dun deb bola qaranglar. Nima ekran kadrni ham normaliy chiqadigan joyga tiqdik mayli bola. Endi esa borib xullas
ozgina to'plab kelamiz o'sha qattara musor bo'lib bilasizlarmi? Mana buni mana bu yerdan allaqachon olgan bo'lsa kerak. Aytaman bola, sababi bu yerdan olmasa endi qayerdan oladi, to'g'rimi? Mana bu taraflarni ham ko'rish kerak. Oho, bola mana bu yerda bor ekan, o'sha qaranglar, jittilar o'sha mana bu yerlardan olishni boshladi bola, xullas bizlar boshladik. Nima bo'lsa ham menimcha farqi yo'q, просто musor bo'lsa bo'ldi, 12 tadan o'tsa bo'ldi. Bola tak hozir 5 ta bo'ldi, normali, tak 6 ta, bu 7 ta. Hammasi onamiz bu yerda borligini 8 ta bo'ldi. Voy bola, 8 ta bo'lib qoldi. Yana bormi bola? Yana yo'q, bu tarafda, o'rmon tarafda yo'q, sabab o'rmon tarafga hech kim tashlamaydi. Uy bola bor ekan, mana tushuna olamiz. 9 ta bo'ldi. Voh, bola mana bu yerga qaranglar. Juda ham ko'p ekan bu yerda. Juda ham yaxshi. Mana buni ham olamiz. Xo'p, mana buni ham olamiz va mana buni ham juda ham yaxshi. Tak mana buni ham bola qaranglar, bu yerda juda ham ko'p ekan. Mana buni sindirib olamiz. Bola qaranglar, butilka vobshe ko'p ekan. Qancha bo'ldi bu? 2 ta, 5 ta, 7 ta, 11 ta va 16 ta. Bola biz o'sha oldindamiz, juda ham yaxshi. Bilmayman, jitlar bu yerdagi nimaga o'lishmagan. Balkim ko'rishmaganda sabab bola, jitlar juda ham erishnoq, erishnoq gapni qaranglar. Erinchoq bola shu yerga ham chiqishga erinchadi va bola oldim, ololmay qoldim men. Kirib ololmay qoldim. Nima olib qo'ydim? Bangam ber. Yo, bermayman. Qancha bo'ldi? Az bola sanaymiz. 8, 10, 14, 19 ta bo'ldi. Cho'tam. 19 ta deb xullas bola, ayam men birinchi o'rin. Voy bola, juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Endi esa yana ko'ramiz, mana bularni ham topshirib borsammikin. Men rushadi bola, shuning uchun topshirmaganimiz yaxshiroq. Tak, bratanim, nima deysiz? 19 ta bo'ldi. Rostdan, bu juda ham yaxshi. Xullas, hozir siz birinchi o'rindasiz. Juda ham yaxshi bola, hozir buni tashlaymiz bu yerga. Tak, o'ppana. Bratan, to'g'risini aytaymi? Ayting, siz birinchi o'rinda emassiz. Qondiqasiga oqvoy jital hozirgina xullas 5 ta olib keldi va hozirda yana keyin yana 5 ta, keyin esa yana 4 ta olib keldi. Shan bilan sizdan hozirda nechta bilasizlarmi? 2 ta sizdan hozir o'tyapti bu. Voy bolalar, 2 ta oldinda ekan bola. Voy, palakatni endi bola topish kerak, musor topish kerak. Hozir bola bor, men musor topib kelaman, qayerdan topaman musorni bola? Stop bola, merni uyda bo'lish kerak, sababi merni uydagi qog'ozlar musorga kiradi. To'g'rimi? To'g'ri. Hozir bo'la boramiz. Mer, nima deysan? Sizda dokument yo'qmi? Dokument yo'q, nima edi? Musor kerak menga, musor. Xullas bitta narsa-da. Xo'p, seni mersing bor? O'sha musorga topshirib berdim. Yo'q, xudo shunaqa. Mersdan musorga topshirib beraymi? Yo, endi bu mashina uni arendaga olganman. Lekin topshirib yuborardim o'zimniki olganda, lekin u o'zimnikida. Zato Range Rover olasan, undan qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin bir tarafdan to'g'ri mayli. Kurif, qara, mana guldon bor, sinib qolgan, o'shani ol. Mana bunimi? Shu ham musorga kiradi, sababi bu sinib qolgan guldon. Juda ham yaxshi, mer addushi bo'la. Endi esa bo'la qaranglar, bitta bo'ldi, endi yana bitta topish kerak. Qattin topaman bo'la, siqlatda bo'lish kerak menimcha. Siqlatda musor bormikin bilmadim bo'la. Mana bu siqlat bizani tak bo'la ishlarni ko'rish kerak, ishlarini yo'q bo'la. Buning ichida vobshe balo ham yo'q bo'la. Tak mana boya bo'la, mana bu taraflarda qolib ketmaganmikin, o'sha taraflarni ham ko'raylik, balkim bo'la qolib ketgandir. Yo'q, mana bu taraflarda ham yo'q bo'la. Qayerdan topsam bo'ladi musorni? Tak bo'la, stop bo'la. Stop, boya bitta narsa ko'rdim. Hozir boramiz. Menda ozgina musor bo'lish kerak. Sandig'imda bormikin, yo'qmi bilmadim. Hozir ko'rish kerak bir marta bola. Agarda bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi bola. Menga musor kerak. Stop. Men buni ham topshirmasam ekan. Menimcha bola, bu musorga kirmaysa, bu top tuzanadi. Bola, mana musor. Bu musor, to'g'rimi? Bola, bu urug' musor. Bu hechmi kerak emas. To'g'rimi bola? To'g'ri albatta. Bratan, nima deysiz? Mana xullas yana 2 ta olib keldim. Yana bitta kerak, sababi u ham 20 bitta. Siz ikkalangiz teng bo'lib turibsiz. Bilaman, bola, endi bitta topish kerak. Dek mana, o'ppana va bizda hozirda stop. Urug'dan 7 ta bor. Seriyozmi? Bratan, tabriklayman. Siz birinchi o'rin va hozir bo'ldi, siz birinchi o'rin. Uy bola, yaxshi biz yutdik. Ko'rdinglarmi? Yutdik bola, yutdik. Nimali desa bola, bu mashina bizaniki. Hozir endi uyga borib, keramasa solib kelaman uyga. Voy, kira qolsangchi. Voy bola, xullas mashina yutib oldim. Bilasizlar endi bizdan endi bola jitlarni yuta olmasa odam emasmiz. Yo'q endi bola, bilasizlar, voy, stolning ustidan ham bosib ketdim, parosatimni ishlatdim qatgadir. Uy bola, qaranglar. Bo'ldi, bu men mashinam, to'g'rimi? Bratan, tabriklayman.
Rahmat. Ozgina boshqacha ovoz, boya boshqacha ovozda gapirayotgan, bilmadim bola. Shunaqa odamlar ham ko'p. Degan esa bola o'tiramiz bu mashinaga. Xo'p, qaranglar, Range Rover bola. Umrimda aytib ko'rmaganman. Degan esa bola sekin orqaga oy sekin bola. Yo'ravermaslik kerak. Degan esa buramiz bu yerdan va Mercedes-ga olib borib qo'yamiz. Ikkita mashina bo'ldi. Keyin bola bu o'zimniki. Mana bu Mercedes bola arendaga, shuning uchun buni baribir qaytarib beraman. Boya bola aytgandim, baribir xullas qaytarib beraman deganim, o'sha 3 ta gaplar bola. Bu buni baribir qaytarib berish kerak buni. Deganingizda voy sekin bola mana qo'yamiz-da. Qaranglar, ikkita qizil mashinam bor, lekin bittasi arenda. Bola maylicha. Tak qaranglar bola, lekin bashi chotki turdi bu ikkita mashina bir-biriga taqqigan mana sekin oldiga va vsyo bola, vsyo. Normal turdi menimcha. Qani ko'rilichi. Voy bola qaranglar. Bu ikkita mashina bola agar meniki bo'lganda bor-ku, bittasi meniki to'g'ri bola, lekin ikkitasi ham meniki bo'lganda men millionerga o'xshab ko'rinardim odamlar ko'ziga. Juda ham yaxshi bola. Mana bu Mercedes, mana bu esa bola Range Rover juda ham yaxshi. Bola mana bu yerga yaqinlashtirib qo'ysammikan? Sabab bola choti uyimdan juda ham uzoqda turib qolib kelinglar, uyimga ozgina yaqinlashtirib qo'yay. Sabab bola ozgina farosatli bo'lish kerak odam. Buni sababi endi bola oddiygina odamni bola bilasizmi nima? Odamni ozgina bola masalan sizlarniki bu mashina, to'g'rimi? Meniki. Men esa buni bola tartibsiz qo'yibman. Odam o'ylaydi, buni egasi bu tartibsiz odam ekan, bu juda ham yomon odam ekan deb o'ylashadi. Bunaqa gaplar bizga kerak emas. Bizga har doim bola bu bola tartibli ekan, bu bola zo'r ekan degan gaplar kerak. Ana unaqa bola bizga izdivotsi kerak emas. Shuning uchun degan esa mana bu mashinani ham yoniga olib qo'yamiz. Davayt olim, mana bu yerga kirgiz olamiz ham, mana bu mashinani hozir ko'ramiz, sinab o'zimda bola. Hozir parkovkalik o'zimni mahoratimni sizlarga ko'rsataman. Bilmadim bola, to'g'risi buni ichiga hozir men kirgiz olaymanmi? Ya'ni mana bu mashina bilan daraxt o'rtasiga bola stop. Hozir to'g'rimizni bosamiz. Sekin, qani bola, ko'rdilar bola, уже mana kirgizdim ichiga. Sekin mashinaga urib olmasa kerak. Voy, nimaga oldiga yuryapman? Sekin, qani, qaranglar bola, parkovka qilganimga qaranglar. Вообще chotga parkov qildim menimcha. Endi eshikni yopish kerak. Yopil va bo'ldi vsyo. Bola, qaranglar, chotga turdim menimcha. Endi esa bola mana buni tashlab borish kerak. Qayerdan kelgan bilmadim. Degan esa uyga borib, bola ozgina yangi o'sha kompyuter ko'rib o'tiraman bola. Sizlar uchun video olishim kerak. Qani endi esa yoqamiz va video olishni boshlaymiz.